Koreys tilida xitoy sonlarini o'rganish uchun avval yozib chiqamiz. Yong, il, i, sam, sa. Xuddi shu shaklda oxiridagi harf ship bo'lgani uchun 11 dan ship qo'yib olamiz. Keyin bu 11 bo'lishi uchun shipil, ya'ni 11, 13, shipsam 13. Xuddi shu shaklda 21 bo'lishi uchun 20 i, ship 10, il bo'lsa bu joyda 21, ya'ni shipil 21. Shu shaklda bo'ladi. Va bu pek degani 100 degani shu shaklda, ya'ni il, pek 100, i, ship 20, kil 7, 127 degan ma'noni bildiradi. 1000 degani chon degani. 1769 bo'lsa il chon, kil pek, yuk shipku. Shu ma'noda 1769 degan ma'noni bildiradi. Siz Xitoy sanoq tizimini men aytib o'tgan